brend shakllantirishda bir baland cho'qqiga chiqish deb qiyoslaydigan bo'lsak, bilasizmi, o'sha baland cho'qqiga chiqish uchun kimdir mayda qiyaliklardan juda uzoq masofani bosib keladi. Kimdir yana qaysi yo'ldan tanlaydi. Odamni oldiga maqsad qo'ysa, juda uzoq yo'l ham yaqin bo'lib tuyuladi-da. Tinimsiz harakat, mahsulot ustida ishlash, mijozda ishonchini orttirish uchun ham sifatli, ham arzon, ham bejirim, ham yangi modellarda ishlab chiqaraverish kerak-da. Biz yillar davomiga mana shunga harakat qilganmizki, o'zimizning mijozlarimizni ishonchiga kirishga. Bilasizmi, shunaqa vaziyatlar ham bo'lganki, biz oldin mahsulotga boshqa bozorlarga berganmiz. O'zimizni mahalliy tadbirkorlarimiz borib o'sha yerdan olib kelib, buni sizlar ishlab chiqargan ekansiz. Asta-asta bora-bora yillar davomiga shunaqa ko'rib, bilib, tanib, shu yerda ishlab chiqariladiganini ko'rib, bevosita ishlab chiqarish jarayonidan kelib tanishib, aynan shu narsani shu yerda chiqadiganligini ko'rib, bilib orttirgan mijozlarimiz bor. Ularning ortidan kelgan mijozlar bor. Bir so'zda aytganda, bitta mahsulotni brend shakliga keltirib, odamlarning ishonchiga kirgizish uchun juda katta mehnat yotadi.